Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan shohona so'rlarimizni ko'rishlaring mumkin. Sizlarga batafsil ko'rsatib o'tib ketaman va to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman do'stlar. Mana ko'rishlaring mumkin. O'ta chiroyli chiqqan. Tagi bozlarigacha o'yilgan, o'rtalariga mana qora qosh qilib, qop-qora qilib chiroyli bir fasollar kiritilgan. Erinmay ishlanganda sifati baquvvatligi behijolat azizlar. Chunki o'zimiz ustamiz, birinchi qo'l. Buni materialni qanaqaligini, qana ishlash kerak bu narsalarga hammasini bilamiz. Ko'pchiliklarga o'xshab ko'p terib olib turib obzor qila olmaymiz, chunki qilgan ishimiz obzor qilib obunachilarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana yaltillashlarni ko'rib turibsizlar, 100% yaltillagan. Sizlarda endi so'ri bilan tanishtirib, to'liq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, old oyoqlar sasnadan bo'ladi, chunki ishlash jarayoni qiyin bo'lgani hisobiga sasnadan qildik. Orqa oyoqlar yong'oqdan bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Chunki ko'rib turibsizlar, ishlash jarayonida sal murakkablashgani hisobiga sasnadan bo'lgan, lekin sifati, baquvvatligi, chidamligi behijolat. Azizlar, qolgan yerlari sasnadan bo'lgan, birinchi nima deydi, sortidan bo'lgan, materiallar behijolat, tashavorda u degan, bu degan gap so'zlar bo'lmaydi. Ishni sifati, baquvvatligi javob beriladi. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 2,5 ga 3 do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, sizlarga arzonroq qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab $1,500 ga dastlabki qilib beramiz do'stlar. Vohaga kelishtirib beramiz. Qiziqqanlar uchun, ma'qul kelgan akalar va opalar uchun kelishtirib beramiz. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishlaring mumkin. Like bosib qo'yasizlar. Eng birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Shuni sizlardan biz so'rab qolamiz. Ishni ko'rib turibsizlar. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqishlaring mumkin. Behijolat pastdagi nomerlarimiz bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar. Pastda aloqada bo'lamiz. Mana bitmagan holati ham bor. Ma'qul kelib qolgan bo'lsa akalar, opalarga, mana shuni chiroyli bitirib topshirib kelinaveradi. Bu bitmagan holati, ya'ni najdek shkulka ancha ishi bor buni. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammasi uchun kattakon rahmat.